Assalomu alaykum akalar, ukalar. Mana chigirtka kuygan divan usti. Chiqingizlar. Chiqmasa foydasi yo'q. Ertaga qishloqqa borsa, derazasini ham eshikni ochilmay, derazani ham ochilmay qolasizlar. Hazil bilmangizlar. Rais aytayapti, hech kim chiqmayapti. Chiqingizlar. Cho'pon uchun emas, rais uchun emas, o'zingiz uchun chiqingizlar. O'zimizning qishloqda birikish degan narsa yo'q. Va Cho'ranga kecha-kechqurun bir vodo suv olib beruvdim. Agar yerdagi odamni hurkitib sanab bo'lmaydi. Lop bizim bir 200-300 odam bor. Chiqmagan xonadonlar 100 ming pul beryapti Cho'ranga. O'zimizga pul bermasa ham mayli chiqsin. Chigirtkani ko'ryapsizlarmi? Kuygan divan ustida turibdi. Erta qishloqqa boradi, 2-3 kunda boradi. Hamma joy mashtyapti. Gapiradi, foydasi yo'q. Hamma ishta qo'yapti. Gruppaga taylaydi, bumaga narsalar taylaydi. Chiqish kerak.